أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa العلامة المفسر المحقق الأصولي الفقيه أبو البركات النسفي رحمه الله يزغن مدارك التنزيل وحقائق التأويل نملق تفسير النسفي degan ism bilan mashhur bo'lgan bu tafsir kitobining Alloh azza va jallaning Baqara surasidagi 6-oyat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون degan mushu qavlining tafsiriga keldik. Endi musannif rahimahulloh deydiki lamma qaddama zikra awliyaihi بصفاتهم المقربة إليه وبين أن الكتاب هدى لهم. Yani Allah Azze ve Celle bu ilgili ayetlerde özünün evliyalarının sıfatlarını, özünün evliyalarının Allah'a yakın kıldığın sıfatlarının zikrini ilgili söz degan edi va kitobning ularga shu Alloh taologa yaqin qiladigan sifatlar bilan sifatlagan velilarga hidoyat ekanligini bayon qilgan edi. Endi bu yerda bo'lsa qaffa ala atharihi bi zikri abdadihim ve humul utatul maradatul lezina la yenfa'u fihimul huda. Endi bu yerda bo'lsa shu oyatning keyinidilam shu zikrning keyinidilam bi zikri azdadihim ularniki ya'ni Alloh taolaniki Allohga yaqin qiladigan sifatlar bilan sifatlangan velilarning qarshisini tilga elishni orqama-orqa ergashtirib keltirdi. Ularning muttaqilarniki Allah Teala'ya yakın kıldığı sıfatlarla sıfatlangan velilerinin karşısı bolsa el-utatu el-marada. El-utah degan el-ati'nin köklü şekli. El-ati, el-utah. Başton, serkeş degan bu. El-marada degan bu marid. Marid'in köklü şekli. Yani utah bilan ikisi ma'nodash. Yani başton, gap anglamaydigan, gadankesh degan gap. Yani buyun tavliq qiladigan hidoyat ularga manfaat qilmaydigan boshdan buyun tavla yuqorqi sifatlik muttaqilarning qarshisidir. Alloh azza va jalla bularni bizniki innallazina kafaru shubhasizki kafir bo'lganlar innallazina kafaru kafir bo'lganlar savaun alayhim anzartahum am lam tunzirhum ularga sizning agahlandırışınız yoki agahlandırmasliginiz baribirdir. La yu'minun ular iman etmaydi degan mushu qavli bilan ularni sifatladi va buni bilan payg'ambar alayhisolamga tasalli berdi. Ular iman etmasa qattiqchilik tushirmang. Ular Alloh taolaning ilmi azalida iman etmaydiganlar bor, iman etadiganlar bor. Sizga tushgan davomli da'vat qilish. Sizga da'vatning savobi beriladi. Ularga hujjat barpo qilinadi qiyomat kuni. Siz da'vat qilaverasiz. Sizga savob beriladi. Ammo ularning ichida iman etadiganlar bor, iman etmaydiganlar bor. Alloh taolaning ilmi azalida shundoq yozilgan ilmi azalida Alloh taolo shundoq ularni biladi, ularni iman etmaydiganlarni biladi, iman etadiganlarni biladi. Deb Alloh azza va jalla shu oyatlarni boshlab keldi. Endi musannif rahimahulloh deydiki innallazina kafaru endi Alloh taolaniki bu qavlniki innallazina kafaru degan ma jumlaning tafsiri keladi. Avvalan lug'at mazmunidan kirdi. Tafsirga lug'at
babidin kirdi. El kufru innellezine keferu degandagi keferu degan nimadan chiqqanasi bu fe'l kufrdan chiqqan. Kufr degan nima degan gap desa el kufr degan satrul haqqi bil juhudi. Yani haqni, haqiqatni bil juhud degan inkor qilish, tenib bilish bilan yepish. Anladın? Kufr degan bir xil bo'ladi. Biri satrul haqqi bil juhud. Yani biri kufranun ni'ma. Biri haqni bilib turib nima qilib olish, yepib o'tish. Yine biri haqni bilmay turib jaholatni ching turib olish, yepib o'tish. Shunchisi ne'matga tuzkurlik qilish degan kufrlar bo'ladi. Hamda haqni bilib turib inkor qilib turib yepib o'tish bu kafir bo'ladi, haqiqiy kafir bo'ladi. Do'zaxda azoblanadi. Bu dunyoda kafir bo'ladi. Haqni bilmay, jaholatda turib kafir bo'lib o'lish. O'zini kafirlikni bilmaslik ham tushib o'lish, izlanmaslik haqiqatida. Bu kafirlikmi ham bu dunyoda kafir, oxiratda azoblanadi. Endi kufran ne'mat degan bu kafirlardan bo'ladi. Musulmonlar ichidan bo'ladi bunda kafir. Ya'ni ne'matga tuzkurlik qilish. Bu kafirdan mi bo'ladi, musulmondan mi bo'ladi? Masalan, ayollar tulisi kufran ne'mat keladi. Masalan, eriniki mancha ay qilgan, mancha yillab qilgan yaxshilikqa tuzkurlik qilish degandek, masalan, sen menga yaxshilik qilmading degandek sifatlar hadisda ham kelgan. Endi miyadagi iroda qilgan kafaru bu kufran ne'matga kafirlar emas, balki ya'ni haqni bilib turib yoki bilmay turib nima inkor qilgan, yepib o'tganlar. Endi va tarkibu dalun ala satri. Bu yerdagi kaf fa ra degan bu tarkib, bu qurilma kaf fa ra degan bu qurilma satrga dalolat qiluvchidir. Ya'ni ishtiqoq akbar yo'li bilan bu satrga, bir narsani yepishga dalolat qiladi. Bu shu arab tilida kaf fa degan bu shu ikki harf bilan kapsasa fe'llar tulisi nimaga dalolat qiladi? O satrga dalolat qiladi. Masalan, kafara satara degan ma'noda deyapti. Kafala kifil bo'ldi desa, kifil bo'ldi degan gapmi bir odam kifil bo'lgan, ya'ni uni butun mas'ul bo'lib uning keladigan qiyin xatar oqibatlardan nima uni yo'gab turdi degan bo'ldi. Unga kafana masalan. Kafana desa, bu ham nima degan bo'ladi? Kifalladi. Kifalga odamni nima deb yo'gaydi? Kifalga odamni kifalni yo'gaydi. Demak, yo'gash, yepish degan ma'nosi bor. Kafa bu qurilma tarkib. Bu tarkib dalun ala satr. Satrga dalolat qiluvchi. Valiza shu sababdan summiya zurra'u. Ya'ni dehqonlar. Asli zari' belgi zurra' deb yozibdi, asli zari' bo'lish kerak bu. Zurra'u degan ya'ni dehqon, yer terlaydigan ziroatchi. Dehqonlar nima ataldi? Kafir deb ataldi. Nada? Shu Fatih surasida kazar'in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqihi al-kuffar. Ya'ni yu'jibu az-zura'a liyaghidha bihim al-kuffar. Bishadiki zurra deganni kuffar ashadiki nimada kuffar deganni nima deb tafsir qilwa? Zurra. Kuffar, zurra. Nima deb zurra kuffar deb tafsir qilinadi? Chunki ziroatchi, dehqon degan urug'ni lisatrihi al-badr, lisatrihi al-badra ala al-ard. Ya'ni urug'ni, ziroat bug'doyning urug'i, qunoqning urug'i degandek urug'larni yagi kumab terg'allik uchun nima deb ataladi? Bu kafir deb ataladi. Ya'ni yo'pib uchun, yo'gib uchun. Uniki vakadal layl. Laylmu kafir deb ataladi. Laylmu kafir. Kecha nimani yapadi desa, kecha o'zining qorong'uligi bilan butun olamni yapadi. Lisatrihi kulli shay. Ya'ni olamni o'zining qorong'uligi bilan yapqanlik uchun kechani deb ataladi, kafir deb ataladi. Mana shu sababdan kafaru degan aslida nima bo'ladi? Yapquchilar, ya'ni necha xil turli bo'ldi. Shu jihatlarga qarab bo'ldi. Nimani yapgan degan qaraganda, ya'ni bu yerda bular tavhidni yapgan, haqiqatni yapgan, inkor qilib turib, bilib turib, islom dinining haqli ekanligini bilib turib, Allohning bir va boyligini bilib turib nima qilgan? Yapgan, yepib o'tgan. Uni endi ko'msin deb qo'ydi, yepib o'lib turib olgan. Shu sababdan bu kafir deb atalgan. Xo'shma bir masala bo'ldi. Endi musannif bizga ma'no jihatdagi, lug'at jihatdagi
bir mazmunni bayon qilib bo'lgandan keyin endi bizga grammatik jihatdan bir jumlani bayon qiladi, bir foydani bayon qiladi. Bo'lsa valam yati bil atifi huna. Ya'ni Alloh azza va jalla innal ladina kafaru sawa'un alayhim deb boshladi. Ya'ni va innal ladina kafaru demadi. Çünkü Allah Teala ilk oyatda muttaqilarning sifatini bayon qilgan edi. Qanday edi Qur'oni Karimda muttaqilar mu'minlar bilan kofirlarning sifati bayon qilinsa, o'tirib va bilan atf bilan keladi. Nima ish qilib bu yerda atf bilan kelmadi degan bir savol kelsa, buningga beriladigan javob deydiki, bu yerda hurf atf bilan kelmadi, kama fi qawlihi Allah Teala'ning innal abrara lafi na'im ve innal fujjara lafi jahim innal ladina amanu ve amilus salihat degan mumkin vallazina kafaru allazina amanu vallazina kafaru deb davomli bunday keladigan yerlarda nima uchun bu yerda atf bilan kelmadi desa, bunga javob berib deydiki, anna çünkü el cümletul ula huna masuqatun bayanan li zikril kitabi la haberan anil mu'minin. Çünkü birinci cümle qaysi yana birinci ayetning birinci ayet Alif Lam Mim zalikel kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin degan bu cümle kitapning zikrini bayon qilish uchun surilgan. Masuqa degan gap kitapning zikrini bayon qilish uchun kelgan bu yer. La haberan anil mu'minin, yani mu'minlardan xabar bilish uchun emas. Demak o'g'li, ya'ni birinci ayetning asosiy maqsadi ya'ni nas ibaratun nas bu yerda nima emas? Mu'minlarning zikri emas, balki kitapning zikri. Yani asosiy maqsad nima? Yani zalika bu mükemmel kitap. Yani bu mükemmel kitapta hiçbir şek yok. Bu şundaq bir kitaptır ki bu muttaqilar hidayet, mu'minlar hidayet bo'lgan. Bu yani bu kitap nima? Bu kitap hiçbir şek bo'lmagan. Bu muttaqilarga boshqa sifatlanadigan muttaqilar hidayet bo'lgan bir nima? Kitap. Yani asosiy maqsad nima ekan bu yerda? Kitap. Muttaqilar emas. Bu yerdagi asosiy maqsad kitap. Yani bizdeki ibaratun nas deb bir gap bor. Usul o'qisanglar. İbaratun nas, işaretun nas, dalaletun nas, iqtidaun nas deb tutgan nas var. Şu ibaratun nas degan nas. Nas degan nima? Masiqal kalamu li ejlihi. Kalam muşunun için, muşu bir maksat için sürülgen, keltirilgen narsani deb ataladi, ibaratun nas deb ataladi. Yani bir yerdeki ibaratun nas qaysi? Kitap. İbaratun nas. Nima uchun mu'minlar uchun bu işaretun nas. Yani bu nima qasd, bu yerdeki qasd asosiy maqsad kitap. Tabianchu, yani qo'shimcha maqsad mu'minlarning sifatlari. Demak, shunda bo'lganlik uchun birinchi ya'ni atfi bo'lish uchun bir jumla bir jumlaga atfi bo'lish uchun chuqum tang tush darajalik, o'xshash darajalik bir mustavo bo'lishi kerak, tamponli. Kitob bilan kofir degan narsa tamponlash emas. Kitob degan boshqa bir jins, kofir degan boshqa bir jins. Ammo mu'minlar bilan kofirlarcho mu'minlar ulu, kafirlar tabii ki tahta sarada bulundu ama ikisi bir cinsdir. Mu'min mi insan, kafir mi insan? Şu sebepten bunların sıfatlarını biz kişileştirişe, bağlap getirişe bulundu karma karşı halatta. Ama kitap bilen kafirlerin udul atf kılıp bağlap getiriş bulunmaydı. Anladın? Ne deydim ya da? La haber anil mu'minin. Vesikati thaniyetu lil ihbari anil kuffari bi kaza. İkinci cümle olsa yani innel ladine kafaru diye ayet olsa kafirlardan yukarı muşunda kafirlara bir kaza diyen sevaun aleyhim endertehum emlem tudunlar bunun diyen gaplar bilan nima xabar bilish uchun kelgan. Demak fa baynal jumlatayni tafawutun fil murad. İki cümlenin arasında muratda tafavut, o'xshamaslik bor. Muddaoda o'xshamaslik bor. Ya'ni kitapning ulug'ligini bayon qilish. Meyada şu kafirlarniki bizniki kafirlikni chil turib olishini bayon qilish. Demak, ikkisi bisi-bisiga qat'iy munosib kelmaydi bog'lashga bisi-bisini. Ve huma ala haddin la majala lil atf fi. Ve huma ala haddin degan hadd degan ta'rif degan gap. Yani ve huma ala hada ta'rif degan gap. Yani bu ikkisi, yani kitap bilan bu kafirning zikri, kitapning zikri bilan kafirning zikri ala haddin degan yani ala wafqi ma yuqal degan gap. Yani beşte deyilgan sifat bo'yicha beşte deyilgan ta'rif bo'yicha ta'rif haddi emas-a yani ala ta'rifi hada yani biz tunishtirgan beshteki ta'rif bo'yicha u ta'rif o'z qosida tafavutun fil murad
Tafavut fil murad degan nima? Biz beshtab o'tgan gapimiz. Ya'ni va huma ala haddi hada degan gap, ya'ni ularniki muradki bo'lgan farqi o'xshamaslik sababidan la majala lil atfi fihi. Uningda atf qilishga majol yo'q. Ya'ni kitobning zikriga kofirlarni nima qilish, atf qilishga majol yo'q. Chunki ikkisiniki nimasi tanishlik yo'q. Bog'lashga hech qanday bir atf qilish uchun cho'qim buniki bir o'rtoqlashadigan bir tarif bo'lishi kerak. Masalan, kofirlar bilan musulmonlarning o'rtoqlashgan tarifi qasi inson. U inson, bu inson. Masalan, bu sifatda u kofir bo'ldi, inson turib bu mu'min bo'ldi, inson turib bu kofir bo'ldi. Biz kelishib bo'ladi. Ammo kitob bilan bu ikki kelishib bo'lmaydi. Endi va in kana mubtada'an ma'tiq yana biri ha? Yana bir ta'lil endi. Va in kana mubtada'an. Endi biz ilk oyatda ikki xil tafsir qilgan edik. Biri alif lam mim zalikal kitobul la rayba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna muttaqinning sifati qilgan edik allazina. Yana bir ta'bir qilgan edik. Allazina mubtada qilgan edik ha? Allazina mubtada. Bular xabari ulayka ala hudan min rabbihim va ulayka hum muflihun xabari bo'lgan edi. Inshaalloh bo'lsa. Endi va in kana mubtada yana biz oyna degandek allazina yu'minuna bil g'ayb mubtada bo'lsa ala taqrir biz muqarrarlashtirgan gapga asosan فهو كالجاري عليه فهو كما هو الضمير يقصده ما إن الذين كفروا ديان قول الله تعالى كالجاري عليه نمكي جاري ولا بقلد جادا خد الذين يؤمنون بالغيب ديان أشو مبتدا غير مقام ولا بقلده جاري ولا مقام ولا بقلده يعني أجل أتبقى ساق الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وإن الذين كفروا فهو أتفنك ترسك وإن الذين كفروا ترسك الذين يؤمنون أنه حكمك وهو مكتب قلده كيف كتب قلده الذين متقين صفتوسا يا كا مبتدا وسا ونندك ما هو نكتسك إن أولا أنه حكمك أش الذين أنه حكمك ما هو ممكن قلده ما هو إن الذين كفروا ممكن قلده جنبر الله عز وجل من دينه قد دين جاب كيف قلده دين جاب çünkü Allah azze ve celle kitabını ne bilen başlayan idi? Muttaqilarning zikri bilan başlayan idi. Kitabını muttaqilarning zikri bilan. Endi miyadagi uni hukmi kirib qoldi, kal jari alayhi degan gap, ya'ni daxil alayhi degan gap. Daxil ala hukmihi degan gap. Qanday olib uni hukmi kirib qoldi desa, Alloh azza va jalla o'zining kitobini muttaqilarning sifati bilan boshlaydi dedik, shundaymi? Muttaqilarning sifati bilan boshlaydi dedik. Uni keldi va innallazina kafaru deb atf qilib kelsa, u chog'da muttaqilarning sifatiga kim kirib qoladi o? Kafirlar kirib qoladi. Alloh taolo kitobini muttaqilarning sifati bilan va nima bilan? Kafirlarning sifati bilan boshladi degan gaplar qoldi-mi? Shuning uchun demak Alloh taolo o'zining kitobining beshini kafirlarning tilga olmaydi. Shuning uchun ulumaydi beshdiki, onda deganlik, meniki buni keltirsa, muttaqina hukmi kirib ketdi deganlik nima deganlik emas? Qandaqdir bir bu innallazina kafaru degan muttaqi degan bo'ldi deganlik emas, unda deganlik emas. Deganmoqchi o'g'ini majihati, ya'ni Alloh taolo kalamini bilan boshladi dedi. Mu'minlarning sifati bilan muttaqilarning sifati bilan boshladi dedimi? Shu muttaqilarning sifati boshladi degan hukmning ichiga ma va inna nimaga va inna bilan kelsa kafirmi kirib ketadi. Ya'ni Alloh taolo muttaqilarning sifati bilan kafirlarning sifati bilan boshladi kalamini shu joyda bir qimmat qalamni gapga hech qanday foyda qolmaydi. Shuning uchun voni keltirmadi. Voni keltirmay va inna dedi, inna deb boshida yeng istinaf bo'ldi. Atf emas, beshdan qat'iy aloqasi yo'q. Alloh taolo gap bajab bo'ldi xolos. Endi mazmunga keldik degan. Ya'ni bu shunda inchki gap endi. Bir dona vov atf harfining inchkilab kelsak, keltirgandan keltirmagandan osmon bilan farqi bor Qur'oni Karimdagi. Bunda inchki. Xo'sh. Val muradu billazina kafaru unasun bi a'yanihim alima Allahu annahum la yu'minun. Endi bu innallazina kafaru deki bu allazina kafaru'dan murad maqsad asli allazina kafaru allazina ism mavsul degan asli nimaniki vositalardan amning vositalaridan am ma man allazi degan hammasi nima kasligida usul fiqhida bunday bo'lsa am deysiz. Bunga kelgan narsa am, hukmi am, ya'ni butun narsa hamma narsa chiqariladi. Ammo bu o'zi am bo'lgan bilan iroda qilingan, xos iroda qilingan am, tushunarlimi? Butun inson emas. Butun kafir emas. Ma'lum kafirlar iroda qilingan am. Ya'ni shu sifatlik ma'lum kafirlar iroda qilingan nima?
Am. Bu tushunalmi? Amun nima? Am maxsus deb ataldi bu. Am xussa anhul ba'du. Amun xussa anhul ba'du deb ataladi. Yani vel muradu billezine keferu biyadiki ellezine keferudun murad unasun bi a'yanihim. Muayyen bir kişiler. Yani muayyen bo'lgan bir kişiler alimallahu ennahum Allah ularning iman etmaydiganligini bilgan muayyen bir türdagi kişiler murad. Hamma kafir emas. Çünkü kafirlarning ba'zi musulmon bo'lgan. Mesela Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh kafirdi, Müslüman oldu. Ömer radıyallahu anh kafirdi, Müslüman oldu. Sahabeler hepsi kafirdi, Müslüman oldu. Demek Allah Teala kafirler, ularga nasihat qilin, qilmang, ular iman etmaydi desa, kafirning ba'zi musulmon bo'lgan desa udilgilamdi o. Demek bu yerdagi oyatdagi bu am, ya'ni amun nima xussa anhul ba'd. Ba'zi bir qismi xoslangan am. Ya'ni ma'lum bir qism kishilar. Ma'lum bir qism kafirlar deb bo'lmas. Ma'lum bir qism kafirlar nima ularga Hahi ularni agahlandırın, hahi ularni agahlandırmang, ular baribir iman etmaydi. Ular kim mesela? Mesela Ebi Cehil'dek, Ebi Lehab'dek ve adrabihim o ikisi okşan mesela Umeyd ibn Haleb'dek mesela, Halid ibn Velid ibn Mughire'dek mesela, Utbe'dek yani aş kafirlik halatda ülep ketken hemmesi. Ve bundaki ta kıyamet kadar Allah Teala ilmi azilede bilgen. Ularniki Müslüman olmaydiganligini, nasihatni qilmaydiganligini bilgan kafirlarning hammasi shu oyatning tahtiga daxil. Ammo musulmon bo'lganlarcha buningki nima deb bundan chiqib olinadi. Bundan ayib chiqib olinadi. Bu umumdan ular xos qilib chiqib olinadi. Xo'sh. Endi Alloh azza va jallaki savaun alayhim anzartahum am lam tunzirhum degan qavli. Ularga sizni ogohlantirishimiz yoki ogohlantirmasligimiz barabardir, baribirdir degan. Endi mushu oyatga musannif bizga endi qiroat haqida so'zlab berdi. Bir qiroat ilmidan bi hamzatayn savaun alayhim anzartahum deb bi hamzatayn. Ikki hamza, ya'ni bi tahqiqil hamzatayn deyiladi bu. Har ikkini hamzani o'qish. Deb anzartahum deb o'qilibdi bu qiroat kufi. Kufilik qarilarning qiroati. Masalan Asim degan Hafs an Asim degan bizning o'qigan Qur'on. Ondan Habib ibn Zayyad masalan. Shu ko'pchilik tava qarilarning hammasi anzartahum deb o'qibdi. Ammo bu shu qiroatda 5 xil qiroat bor. Nafiyatda masalan boshqa qarilardan min kelgan, yetqarilardan 5 xil qiroat. Biri anzartahum. Yani biri ahanzartahum bit-tasheil. Ahanzartahum. Yani biri anzartahum. Yani böyle ahanzartahum. Yani böyle anzartahum. 5 xil qiraat var. Mushu anzartahum hammasi mashhur qiraatlar. Endi mushu eng bizniki Hafs an Asimdan bo'lgan biz o'qiyotgan tilovatimiz bo'yicha ko'pchilik. Chunki Asim degan ko'pchilik, Kufa degan shu Umar roziyallohu anhu shahar qilgan Iroqdagi ikki shaharning biri Kufa, yani biri Basra. بهمزة أنذرتهم دب أفتو ما هو قراءة ترديك بالثلاثة بالوتد. أمدي مسند بزجا بيادك الله تعالى نن سواء عليهم ديك سواء ديك سوزن ما نسنا بياق بالوتد. سواء ديك بيادك استواء ما نسدا. سواء ديك uzun ما نسد beraber ديك beraber. بس استواء شو beraber buluş. استواء زي مصدر. Yani beraber buluş. Vücudu vusife bihi kema yusafu bil masadir. Yani bu seva diyen istiva diyen bu manda bu seva bilen xuddi masdarlar bilen sifatlangandek sifatlandir. Allah Teala mesela hakemul adil de sifatlanır mesela adil. Adil de sifatlanır Allah Teala. Nima uchun ma'nosini adil degan gap. Innalloha adlun desa adil. Nima uchun adlun degan masdar? Masdar bilen shaxslar sifatlanamdi. İsmi alem mesleğinden sıfatlandı. Aslı kaydı bir sıfatlanmaydı. Peki sıfatlansa çoğu da sıfatlansa balagat gidip çıkıyordu. Yani adil bu adalet diyen acayip bir adil ki xuddi adil adaletin yüzü olup ketken. Adillikning derdi de şu adaletin yüzü olup ketken degan ma'noni bildirdi. Yani balagat kelib chiqdi. Xuddi shuningdek seva degan gap nima? Baravar seva degan gap asli mustawin. Yani seva nima ma'noda? İsmi fail ma'nosida. Mustawin degan. Nima masdar bilan
Sıfatlı masdar sıfatga aylanıp ismi fa'il bo'lgan mustavin deb. Nima uchun? Majaz yo'li bilan. Isnad majazi yo'li bilan. Isnad majazi yo'li bilan. Yani balag'at kelib chiqadi. Ya'ni shu sava degan barobar bo'g'ichidir. Barobar bo'g'ichi. Ammo bu barobar bo'g'ichi barobarlikning dadida o'zi barobardir. Xuddi o'zi barobardir. Barobar bo'lgan narsaning o'zi xuddi barobar bo'lib ketdi. Barobarning o'zi. Shu sifatning o'zi bo'lib ketdi. Nima dadida? Barobarlik haddan ziyoda bo'lganining dadida degan gap. Bunda ma'no biladi. İstiva ma'nosida degan ya'ni mustavin degan ma'noda demoqchi. Ism maf'ul ma'nosida. Ism fa'il ma'nosida. Ammo masdar ba'zida ism fa'il ma'nosida keladi, ism masdar. Ba'zida ism maf'ul ma'nosida keladi. Bu degan majaz qoidasi. Usifa bihi kama yusafu bil masadir. Va minhu qawluhu ta'ala masalan. Şunun qatoridan Alloh taolaning qavli ila kalimatin sawa, yani ta'alu ila kalimatin sawa. Yani bizning aramizda o'rtaq bo'lgan kalimaga, kalimatin mishadiki sawa degan narsa mustaviyatin. Barobar kalima yani o'rtaq bo'lgan. Sizlarning va mening aramda o'rtaq bo'lgan kalimaga keladiganki sawaning ma'nosi mustaviya degan bo'ladi masalan. Ism fa'il ma'nosida. Xo'sh, endi vartifa'uhu ala annahu khabarun li inna. Endi da nimishqa sawa'un deb pash o'qildi. Nimishqa marfu o'qildi bu desa, as-sabab nima? Uniki inna degan innallazina kafaru degan innaning inna degan hurf mushabbah fil fi'lning nimasi bu xabar bo'lganlik uchun. Sawa'un innaning xabar da allazina kafaru innaning ismi bo'ladi. Innaning ismi sawa'un innaning xabari bo'lganlik uchun pash o'qildi. Wa a'anzartahum am lam tunzirhum murtafi'un bihi 'ala al-fa'iliyya. Endi deyki a'anzartahum am lam tunzirhum degan Alloh taolaning qavli murtafi'un bihi degan masawa'un degan qavlular nima fa'illik binoan pash o'qilguchidir. Men diqqat qilgan bir yo'q. Bu qanday bo'lib fa'illik binoan pash o'qiladi desa, bizda amillar ikki xil bo'ladi. Biri amil lafzi. Yani biri amil ma'naviy. Amil lafzi deganimiz masalan avomil degan kitobda chiqadi. 98 91 amil hammasi amil lafzi masalan min an inna anna kana hammasi nima amil lafzi. Yani ma'mulga amili ta'sir ko'rsatadigan uchuq bar bo'lgan. Ashada ya og'zimizda deyiladigan ya xat yoziladigan bar bo'lgan amillar. Ba'zida amil ma'naviy bo'lib qoladi. Amil ma'naviy masalan ibtida mubtada xabardiki pash o'qilishdiki amil nima ma'naviy? Masalan mubtada xabar Zaydun qoimun desak, bu ikkisiniki pash o'qilishdiki sabab nima? Tigida amil ma'naviy bor. Xuddi shuningdek endi bu yerdagi sawa'un alayhim degandagi sawa'unning o'zi mu amil ma'naviy. Bu yerda bo'lgan bilan bu ba'zida ishlaydi, nimaning amalini qiladi? Ba'zida fi'lning amalini qiladi. Bu sawa'un nima ba'zida xuddi istawa degan fi'lniki nimasini amalni qiladi. Istawa alayhim inzaruka aw adamuka. Da masalan istawa degan fi'l o'dima alayhim inzaruka fi'lning fa'il o'dima xuddi shunda chiqqandek ba'zida ism maf'ul va ism masdar mu nima ishlab chiqariladi ba'zida fa'il ishlab chiqariladi. Xuddi istawa degan fi'l fa'il ishlab chiqargandek nima bu ba'zida ism masdar ism fa'il mu nima ishlab chiqariladi? Fa'il hatto maf'ul ishlab chiqariladi. Shunda bir qoida bor. Miyada shuni da'vat etdi bizga hozir. Ya'ni va anzartahum am lam tunzirhum murtafi'un bihi 'ala al-fa'iliyya. Yani sava'un bilan tashqulg'uchidir fa'illik bilan, ya'ni sava'undan ishlab chiqarilgan fa'ilamdir. Sava'unning fa'ilisi. Bu ma'naviy amillar sava'un degan ma'naviy degan gap shu. Juda bu amaliyatda bor ekan, xuddi istawa degan fi'lni o'ynaydi. Istawa inzaruka degan. Kannahu qil. Xuddi bunda deyilgandek bo'ldi. Innal ladina kafaru mustawin alayhim inzaruka va adamuhu. Yani shubhisizki kafir bo'lganlar, yani kafir bo'lganlarga sizning ogohlantirishingiz va ogohlantirmasligingiz mustavin degan barobar bo'luvchidir. Ularga barobar bo'luvchidir. Qaranglar mana bir şeyde qaraydigan bo'lsanglar, mustavin degan ism fa'il inzaruka va adamuhu degan mustavin degan ism fa'il lamdo alayhim jar majrur mustavinga mutaalliq inzaru degan fa'il. Inzaru fa'il nimaning fa'ili? Mustavinning fa'ili. Kaf damir khitab majrur, mahallan majrur.
Ve ademuhu atf mesela. Bir kaydığı basalım şemmis atf. Demek ki müstevinden faile emmis. Müstevinden faile buludu. Ama müstevin innellezine keferunun emmis oldu. Haber buludu. Müstevin innellezine keferu diyen innenin haberi buludu. Yaptık. Ma birinci demek oldu hem de ma bir xil ta'bir. Ma bir xil terkib hem de. Yeni bir xil terkib hem de. Hem de ya ki ama ikinci xil tefsire ev yakunu sevaun haberan mukaddeme. Hem de ilk gidek sevaun demek gibi innenen haberi dedik ma. Hem de innenen haber olmay ya ki bu seva numaralı haber mukaddem. Haber mukaddem buludu. Ve enzertehum em lem tunzirhum fi mevdi'il ibtida. Yani mubtidai muakhir buludu. İbtidanın orada gibi yani bu mubtada muakhir buludu. Uçakta manını buludu. Ey sevaun aleyhim inzaruka ve adamuhu diyen buludu. Uçakta sevaun yani innellezine keferu sevaun aleyhim inzaruka ve adamuhu. Biz azı sevaun aleyhim dedik haber mukaddem dedik mu? Uçak asli kaydıracağımızda innellezine keferu inzaruka ve adamuhu sevaun aleyhim diyen buludu. Asli kaydıracağımızda innellezine keferu inzaruka ve adamuhu sevaun aleyhim. Manını bunda özgür şuludur. Asli kaydıracağımızda. Şüphesiz ki kafir boğallağa kafir boğallağa sizin agalandırışınız ve agalandırmasınız beraberdir. Asli kaydıracağımızda. Çünkü haber mukaddem boğalsa asli kaydıracağımızda manını bunda edilir. Hem de vel cümletu haber hem de bu şu ki sevaun aleyhim boldu haber mukaddem boldu. İnzaruka ve adamuhun boldu. Endertem emlem tundurum diyen müftada muakhar oldu ma. Bu şu müftada muakhar haber mukaddem bir cümle bu. Bu cümle kuşap inna diyen innellezine keferu diyen inna'nın ismi inna'nın ismi sanırım oldu. Haber oldu. Cümle inna'nınki haber oldu. Hoş. Hem de bir indi qanday qad innama kelsa bir itirozniki javobi degandi masalaga. İnnema cazal ihbaru anil fi'li ma'a ennehu haberun abadan. Sizlar bunday deydi. Yani fiildan xabar bilishning joiz bo'lishi ma'a ennehu haberun abadan degan fiildan davomli xabar beradigan, fiil bilan xabar beriladigan narsa tursa, fiildan xabar bilishning joiz bo'lishi qanday gap desa buning sababi bunday deydi. Sizlar Hidayat an-Nahw degan kitob o'qigan nahv. Nahvda ismning 10 xil alomati bor. Ismning 10 xil alomati. Ismning 10 xil alomatining ichida biri ism yani sihhatul xabari anhu. İsimden xabar bilish durus. La bihi. Yoki ismdan xabar bilish durus va bihi deydi. İsim bilan xabar bilish durus. İsimdan xabar belgili bo'ladi, ism bilan xabar belgili bo'ladi. Masalan, Zaydun qaymun desak, biz Zaydun deganni axbarna an Zayd bi qiyamihi. Ma'da qaymun degan ism bo'ldi. Bu isim bilan xabar berdik. Bil qiyam. Axbarna an Zayd bil qiyam. İsim bilan xabar berdik ve isimdan xabar berdik an Zayd. Tushundingizmi? Yani isim bo'lsa, isimdan mi xabar bergili bo'ladi, isim bilan mi xabar berishga bo'ladi. Ammo fi'lning alomati kelganda qanday o'qigan? Fi'lning alomati yasihul ikhbaru bihi la anhu. Ismda bo'lsa. Fi'lning alomati fiildan xabar berishga bo'ladi. Nima? Fiil bilan xabar berishga bo'ladi, fiildan xabar berishga bo'lmaydi. Masalan, Zaydun qama desak bo'ladi. Zaydun qama desak, Zaydun nima mubtada? Biz Zayddan qama deb xabar berdik. Lekin nima demaymiz? Qama daraba demaymiz. Qama Zaydun desak bo'ladi, qama fiil fa'il bo'ladi. Bu xabar olmaydi bu jonim fiil fa'il. Lekin biz qama daraba yoki qopdi uni qildi, qopdi buni qildi demaymiz. Turdi uni qildi buni qildi demaymiz. Yani fiil bilan fiildan xabar bergili bo'lmaydi. Fiil bilan xabar bergili bo'ladi, fiildan xabar bergili bo'lmaydi. Fiil degan xabar, faqatlam. Fiil xabar beradigan narsa deb o'qigan shundami? Endi miyada da o'tadi. Biz nahvda munda o'qigan tursa, endi miyada nima dedik biz hozir anzartahum degan fiil miyadiki. Anzartahum am lam tunzirhum degan nima fiil shundami? Fiilni biz nima dedik? Savaun alayhimni nima dedik? Xabar muqaddam dedik. Anzartahum am lam tunzirhum nima dedik? Mubtada muakhar dedik. Buni ajib, buni bunda tafsir qildingiz. Buni yo'li nima?
bu fiil degan davomliqdan bo'ladi, xabar bo'ladi. Fiil bilan xabar berishga bo'ladi. Fiildan xabar berishga bo'lmaydi. Siz qanday olib buni bu fiildan xabar berib qoldingiz, grammatika qarshi deb savol kelib qolsa, buningga bildigan javob deydi. Li'annahu min jinsil kalamil mahjur fihi janibul lafzi ila janibil ma'na. Subhanallah, ma intanchi kelgan bu. Chunki bu yerdagi ma anzartum am lam tunzirhum degi ma'lum bu zikr bu qavli Alloh taolaning min jinsil kalamil mahjur fihi, ya'ni lafzi taraf ma'no tarafga tashlab qo'yilgan kalamning jinsidir. Lafzi taraf ma'no tarafga tashlab qo'yilgan kalamning jinsidir. Bu nima degan gap? Desa, asli fi'lniki lafzi fi'lni ta'rifida nima deb qo'ygan nahvida, fi'lniki nahvida fi'l degan ma huwa al-fi'l desa, al-fi'lu nima kalimatun nima yadullu ala ma'nan fi nafsiha muqtalinan bi zamani thalatha. Fi'l degan nima? Fi'l degan o'zida bir ma'nosi bor. Lekin bu ma'noga 3 zamonning birida nima dalolat qiladi? Shu ma'noga 3 zamonning birida dalolat qiladi. Ya o'tgan zamonda dalolat qiladi, modiyda, yoki al-hal hozirgi zamonda dalolat qiladi, yoki keladigan zamonda dalolat qiladi. Fi'lning ta'rifati shu dedikmi? Fi'lning lafzi ta'rifati shu hamda, fi'lniki. Ammo fi'l ba'zida o'zining asli xarakteridan chiqib ismni ishib qoldi g'ashva. Ma'lum bir sabablar bilan. Ya'ni o'ziniki zamon uqumi yo'qolib ketadi. Fi'lda zamon uqumi yo'qolib ketganda, ya'ni o'tgan zamonda qildi, o'tgan zamonda ogohlantirdi yoki hozirgi zamonda ogohlantirdi yoki bundan keyin ogohlantirdi degan ma'no yo'qolib ketib, faqat ogohlantirish degan ya'ni ism masdar. Faqatlam ma'nosi bilan qoldi, zamon uqumi yo'qolib ketgan vaqtida bu nimaning o'rnini bosadi? Ismning o'rnini bosadi. Shu chaqda bu fi'lni nima qilishga bo'ladi? Shu fi'ldan xabar berishga bo'ladi. Ya'ni ism, taqam oddiylashtirib aytsak, qachon fi'l masdar fi'lni masdarga ta'bil qiladigan harflar an masdari degandek harflar kirib masdarga aylanib qolsa, u chaqda bu ismdan nima qilishga xabar berishga bo'ladi. Bu ism mubtada bo'la oladi, ega bo'la oladi. Tushundingmi? Endi taqam qisqartib aytsak, bu yerda deb beradiki val hamzatu va am mujarradatani li ma'na al-istiwa. Yani yoki mujarridatani li ma'na al-istiwa desak bo'ladi bu yerda. Hamza bilan am bu yerdagi hamza, andartamdagi hamza va am lam dunramdagi am ikkisi mujarradatani li ma'na al-istiwa degan istiwa ma'nosi uchun yalang'ochlangandir degan gap yoki mushu ikki fi'lni nima uchun istiwa ma'nosi, yani masdar, yani yoki ismi fa'il mustawin degan ma'noga nima yalang'ochlab taylandi. Mushu degan musayyir degan gap. Aylandirdi. Mush am bilan hamza tasfiya bilan am muadila. Mushu ikkisi ismni mishadiki savaun nima andartahumni nimaga aylandirdi? Ismi fa'ilga aylandirdi. Yoki masdarga aylandirdi. Istiwa degan masdarga aylandirdi, masdarga. Va qad insalaha anhuma andartahum am lam tunzirhum degan bu ikki fi'ildan ma'na al-istifhami ra'san, yani ra'san bil kulliya degan. İstifhamning ma'nosi butunlay nima qilib ketdi? Suylab ketdi. Xuddi olmaning posti suylab ketgandek, olmaning posti suylab ketgandek suylab ketdi. Bundan istifham ma'nosi chiqib ketdi. Istifham ma'nosi qolmadi. Nima qoldi bundan faqatlam? Istifhamning ma'nosi qolmadi. Ya'ni ularni ogohlantirdingizmi yoki ogohlantirmadingizmi degan ma'no chiqib ketdi. Uni keyindan buni hamza tasfiya bilan am muadil masdarga aylantirgandan keyin buningki nima ma'no chiqib ketdi? Zamonga dalolat qiladigan. Yani andartam degan aslimiz nima zamonga dalolat qiladi? O'tgan zamonga dalolat qiladi. Zamon uqumi yo'qolib ketdi, nimaga aylandi? Kamil ismga aylandi. Shuning bilan mustawin alayhim inzaruka aw adamuhu deb nimaga masdarga aylandi. Qanday edi? Am tasfiya, hamzatu tasfiya, anladingmi? Qanday edi? Hamzatu tasfiya bilan am muadil gap qolsa, fi'lni nimaga aylantirdi? Masdarga aylantirdi. Xuddi an hurfu mudariqa, ya'ni fi'l mudariqa an kirsa, an nimaga aylantirgandek? Masdarga aylantirib qo'ygandek. Masalan, alimtu annahu yaf'alu kaza. Alimtu ay yaf'ala kaza desa masalan, uni anda qiladiganligini bilatdim. Endi demak, alimtu ay yaf'ala kaza desa bo'ladi o'shada. Alimtu fi'lahu kaza. Alimtu
fi'lehu kaza degan bo'ldi. Ikkide masdarga aylantirdim. Xuddi shuningdek. Ya'ni belki hamza tasfiya bilan am muadila qachon fi'lga kelgan vaqtida nimaga aylantirib qo'ydi uni? Masdarga aylantirib qo'ydi. Masdarga aylantirdimi bu igi bo'la oladi jumlada. Igi bo'lib keladi. Kelmuş. İnki bir mesele. Xo'sh. Qala Sibawayh, İmam Sibawayh degan nima kim hamdi bu? Yani nahvshunoslarniki ustoz. Shayxun nahviyyin. Yani grammatikşünaslarniki şeyhi kim? Sibawayh. Sibawayh dedi ki jara hada ala harfil istifham kema jara ala harfin nida. Endi bir savol kelib qolsa, bu asli bu hamza deganning ma'nosi istifhom tursa. Hamzaning asli ma'nosi nima? Istifhom tursa. Nima bo'lib bu yerda istifhom ma'noni bildirmay, bu fe'lni masdarga aylantirib qo'yishni qiladi. Nima ish istifhom ma'nosi o'z ishini qilmaydi bu desa, Sibawayh dedi ki jara hada bu ala harfil istifham yani ki harf istifhamga qanday jari bo'ldi desa kema jara ala harfin nida. Fi qawliga sizniki arablarning so'zida bir harfin nidoga keladigan bir istifham bor. Harfin nidoga keladigan bir harfin nidoga keladigan bir jumla bor. Harfin nidoga jari bo'lgandek bu yerda mu harf istifhamga jari bo'ldi bu qoida. Bu qoida bu usul bu yerda harf istifhamga xuddi harfini nidoga arabning so'ziga bir so'z bor, shu so'zga harfini nidoga jari bo'lgandek jari bo'ldi. Shu qoidaga maqoida udul keladi. Masalan, qanday desa Allohumma ighfir lana ayyatuhal isaba debdi. Sizning bir gap bor arablarning so'zida. Allohumma ighfir lana ayyatuhal isaba degan. Yani ey Allah bizga mag'firat qil ayyatuhal isaba. Mishadki ayyatuha degan nima? Harfin nido. Asli harfin nido degan yani ad'u al isaba degan bo'ldi. Yani ey jamoa degan isaba degan jamoa. Ey jamoa degan bo'ldi. Ey Allah bizga mag'firat qilgin ey jamoa degan gap qanday gap bu desa, miyadagi ayyatuha o'ziniki asli harf nidoliq ma'nosini yo'qotgan. Balki faqat taxsis ma'nosini qolgan. Taxsis. Yani harf nidoda ikki ma'no bor davomli. Biri nima? Atlubu ad'u degan ma'no, yana biri taxsis. Anladın? Men boshqa desa emas, sizni da'vataman, chaqiryapman, falonni deb falonini taxsis qiladigan va uni chaqiradigan ikki ma'nosi bor harf nidoning. Chaqirish ma'nosi yo'qolib ketgan, taxsis ma'nosi qolgan. Bu yerda ya'ni ayyatul isaba degandiki, ey Allah bizga mag'firat qilgin, ya'ni hadihil jamoa, nahnu degan bo'lmasi. Ya'ni biz bu jamoaga, ya'ni bu jamoaga, ya'ni hadihil jamoa. Ey Allah bizga mag'firat qilgin, ya'ni bu jamoaga, ya'ni bizga deb degan ma'no qoldi. O'zining ma'nosi qoldi. Ya'ni ya'dagi asli bundan ma'nosi ketib qoldi. Xuddi shuningdek. Ya'ni anna hada jara ala suratil istifham ve la istifham. Yani bu yerde bu şu bu yerdeki meselede mu jara ala suratil istifham. İstifham sureti geldi. Enzertehum em lem tunzirhum diyen bu kavl istifham sureti geldi. Ama ve la istifham yok. İstifhamdaki nima? İstifhamning sureti gelip istifhamdaki ma'nosi qolmadi. Istifhamning sureti bor, shakli bor, lekin ma'nosi yo'q. Istifham ma'nosi yo'q. Deganda demak bu İmam Sibawayh dedi. Sibawayh deganda men degan tushunmaydi bu gapdan, tushunadingmi? U degan xuddi İmam Shofi'ning Al-Risala degandek asl kitobni yozgan kishi. Endi siz tushunadigan hidoyatning nahvi u Alfi degan kitoblar hammasi ashundan osonlashtirilgan, yengillashtirilgan gaplar. Bu Sibawayyning kitobini kim o'qiydi? Shu nahv yozganlar o'qiydi. Anladın? Alfiyet ibn Malik degandek İbn Malikday, İbn Hacibday shu olimni o'qiydi, uni kitobini o'qib bizga tafsir qilib yozib beradi, foydasini yozib beradi. Shundan bu kitob oddiy kitob emas, bu tafsir. Bu degan endi asl, ya'ni salaf ajoyib cho'nqur ma'noli kuchli bo'lgan bir tafsir. Shuning uchun bu tafsir Azhar sharifda dars o'qiladi, hatto Mishadimi, Saudiya Arabistonda o'qiladi. Anladın? Katta bir tafsir. Kema jara zalika ala suratin nidai ve la nida. Xuddi oyada nida, harf nida surati kelib, nida yo'q. Harf nida surati keldi, nida yo'q. Bo'lgandek bu yerda istifham surati keldi, istifham yo'q. Xo'sh. Endi inzar degan ma'nosi nima? Qolib qolgan shu bir qoldi, inzar. Inzar degan ma'nosimiz, inzar degan ogohlantirish deb ma'no etamiz endi, ogohlantirish. Ya'ni inzar degan at-takhwif min iqabillahi biz-zajri anil ma'asi. Allohning azobidan, gunoh ma'siyatdan to'sish bilan birga qo'rqitish degan bo'ldi. Ya'ni inzar degan nima? Allohning azobidan, gunoh ma'siyatdan to'sish bilan qo'rqitishda. Allohning azobidan qo'rqinglar deb qolib qo'yganda bo'lmaydi, inzar bo'lmaydi. İnzar degan nima bilan bo'lish kerak?
Ma günahını kılmanglar. Bu günahını kılsanglar devzak kilisiyle Allah'ın azabı kalısıyla. Bu günahını kılmanglar dep korkutuşun dep atıldı o. İnzar dep atıldı. İnzar diyen çokum günah masiyetin tuz şöyle birge buluş gerek deydi. Hoş. Emdi Allah Teala'nın la yu'minun diyen kavli geldi. La yu'minun diyen bu kavli cümle muakkide lil cümleti qablaha. Aldığın cümleni güçlendirdiğin bu cümle muakkide. Kudu tefsirini onu da. Yani innellezine keferu sevaun aleyhim endertehum em lem tundirhum. Dedik mi? Bir cümle tügü deydi. Cümle tügü oldu. Sevaun aleyhim endertehum em lem tundirhum diyen ne oldu? Haberini onda oldu. İnnellezine keferu isim. İnnen ismisi. Haber cümle tamamlandı mı? La yu'minun dep geldi. La yu'minun. Deme hudde tefsir. Yani muhakkik, tekit için geldi. Güçlendirin. Yani ularga sizin agahlandırışınız ya agahlandırmasınız beraberdir. Ular iman etmeydi dep güçlendirin. Kanalımı beraberdir ular iman etmeydi dep güçlendirir için gelgen cümle muhakkide bu. İlgili cümleni güçlendirdi. Ma bir xil tefsiri bununki. Ya git bir xil terkibi. Yani biri ev haberun li inne. Ya ki bu innenin haberidir. İnnellezine keferu la yu'minun. İnnellezine keferu la yu'minun. İnnenin haberi mi şu? Em tamam oturdu ki çoğu. Sevaun aleyhim endertehum em lem tundirhum diyen çoğu vel cümletu qablaha i'tiradun. Onunki yani la yu'minun'dan aldığın ki cümle bolsa cümle mu'taradı. Yani cümle itirazi. Demek bu kıstırma cümle. Uçakta innellezine keferu la yu'minun sevaun aleyhim endertehum em lem tundirhum diyen bulman. Yani şüphesiz ki demek kafir boğallah her gün iman etmeydi. Ulağa ulan agalandırın ya agalandırman bərber diyen məni çıxdı. Yani cümle itirazi ve muhim boğalıqsın oturup kısılıp kaldı. Cümle itirazini gibi inşallah balagat kitabı da okuyusuyla. Hem de ya ki ev haberin ba'de haber. Ya ki bu ikinci haber oldu demde. İnnellezine keferu diye innenin ismisinin boldu. İsmisi ellezine keferu. Haber sevaun aleyhim endertehum em lem tundirhum. Haber. Ula birinci haber. Mümkünden la yu'minun çoğu ikinci haber. Hoş. Hoş emdi bir sual kip kilish mümkün. Mesela Allah Teala özünün ilmi ezeliyesi bilen. Allah Teala'nın ilmi iki xil buldu kırındaşlar. Allah Teala'nın ilmi iki xil buldu. Biri ilm ezeli. Bizge nispeten. Allah Teala'nın özgü nispeten ilmi bir xil. Allah Teala'nın ilmi özgürmeydi. Bizge nispeten Allah Teala'nın ilmi iki xil. Biri ilmi ezeli, yani biri ilm zuhur. Ve ilmi ezeli degen Allah Teala özünün ilmi ezeli. Ezelden datıp bab olan ilmi ölen hemen esini biliyordu. Yani Allah Teala mumkinat, vacibat, mustahilat hemmesini biliyordu. Nemenin bolsun mu bulduğun, bolmusun bulmaydıganlıqını. Nemenin bolmusun bulmaydıganlıqını, nemenin boz bulmaydıganlıqını. Hemmeni biliyordu. Hemmeni biliyordu. Yani Abdullah'ınki kaçan tuğuluşunu, kaçan tuğulduğanlıqını, kaçan tuğulğanlıqını, kaçan tuğulsa bulduğanlıqını, kaçan tuğulsa olmaydıganlıqını. Tuğulsa qandaq bulduğanlıqını, tuğulmuş qandaq bulduğanlıqını. Hemmeni biliyordu. Allah Azze ve Celle ilmi ezelisi bilen. Hem de Allah Teala'nın bu bilgenliki, Allah Teala'nınki yani cebirini lazım getirmeydi. Cebir akidesi de bir akide var. Cebir. Yani ula deydi ki ne deydi? Allah Azze ve Celle biz insan degen mecbur. Bizde hiç kadar ihtiyarı yok. Biz xuddi havada uçup büyüyen bir demek okşayımız. Bir pey, kuşun kanıtı okşayımız. Şamalının uçsa şun uçuduğun. Bende de hiç kadar ihtiyarı yok. Bizim karşımız hepimiz Allah'ın iradesi, Allah'ın takdiri, Allah Teala nimeni kılışını kılımız. Bizim hiç kadar öz ihtiyarlığımız yok dediğim bir adam var. Allah Teala'nın bu ilmi ezeliyesi ulanıkki cebrini lazım getirmeydi. Allah Teala'nın bunda buludu da bilgeliginin özü Allah Teala'nın mecburluğallık emas. Şunu anlama. Allah Teala'nın bilgeligi ulanın mecburluğallık emas. Xuddi mesela hazır misal kelsek velillahi'l meselul ala. Bir kino yazsa. Kino yazgan adam. Şu kinoniki başını tatıp arkadaşı butkan içinden kino yazgan adam bilmem de o. Bildi o. Lekin o işideki boğan iştilen kino yazgan adam sebepçi mi? Aşı boğan vakaliki adam sebepçi mi ya? Aşı işideki adamın sebepçisi. Allah Teala'nın bilgelliği ulanın mecburluğallık emas. Mani biliriş gerek.
ikkinchi bir ilmi zuhur. Ilmi zuhur degan, ya'ni Alloh taolo o'ziniki ilmi azalistiki bo'lgan bilimini nimaga oshkor qilgan bilimi. Ya'ni zahara ilmuhu degan bo'ldi. Ilmi zuhur degan gap, ya'ni ilmi zuhurning ikki xil ma'nosi bor. Biri zahara ilmuhu nima linnas. Alloh taolo o'zining ilmi azaliyasini insoniyatga oshkorladi degan ma'nosi bo'ladi. Yeni bir ma'nosi-chi, ya'ni bir ilmi azaliyatni bilish, ya'ni bir ilmi zuhur. Shu narsa oshkor bo'lgan paytni o'zida bilish. Shu ish oshkor bo'lgan paytning o'zida nima? Shu hamon bilib turadi. Alimul g'aybi va shahada. Ondan alimul g'aybi va shahada. Yo'qni biladi, borni biladi degan gap. Shu paydo bo'lgan holatni biladi, paydo bo'lishdan burunmi biladi, paydo bo'lib bo'lgandan keyinmi yana biladi degan gap. Tushundingizmi? Mushuni kalonni bilib olman. Endi bir savol kelsa, tamam. Alloh taolo ularning iymon etmaydiganligini o'zining ilmi azaliyati bilan biladi ekan. Anda bilgandan keyin nima uchun amasi ularga nima foyda bor? Anda musulmon bo'lmaydigan odamni da'vat qilganining foydasi? Alloh taolo bilib turib, yine payg'ambar avatdi ularga. Nima ish qilyapti u payg'ambarni? Avat musulmonmi desa, deydi. Vel hikmatu, bunda Alloh taolaning hikmati bor. Alloh taolaning hikmat deb bir sifati bor. Alloh taolo har ishda hikmati bor. Alloh taolo hakim. Buningdagi hikmat fil inzari ma'al ilmi bil israr iqamatul hujja. Al hikmatu fil inzar ma'al ilmi bil israr. Yani Alloh taolo o'zining ilmi azaliyasi bilan israr degan o kafirlarniki yuqorqi ma'lum bir qism kafirlarning o'ziniki kufrisida ching turib oladiganligini Alloh taolo bilib tursimu nima uchun inzar mundirlarni payg'ambarlarni avatidi. Buning hikmat nima desa iqamatul hujja. Ularga hujjat turg'izish. Qanday hujjat turg'izish? Ya'ni qiyomat kuni ular deydi, "Ya Rabbana, bizga bir nima uchun bizni bunda azoblaysan?" Andın. Bizga bir payg'ambar versen bo'lmamdi desa nima deydi? Ya bizga bunda bir avat bizga bunda nima deydi? Bizga bir yeni bir qitim qayta qilib bir fursat ato qilgan bo'lsang, biz abda odam bo'lardik desa ular deydi-ki, "Endi fursat yo'q. Sizlarga bundan burun payg'ambarlar, ogohlantiruvchilar kelgan." Andın. Alam ya'tikum rusulun minkum yunzirunakum liqa'a yawmikum hada. Mesela mush mazmunda oyat yomon chiq masalan. Shu iqomat, shu hujjatni barpo qilish uchun Alloh taolo nima qiladi? Ularniki iymon etmaydiganligini bilib tursinmi? Alloh taolo avatadi. Alloh taoloniki ularniki iymon etmaydiganligini bilmaslik emas, ularga hujjat barpo hujjat turg'izish uchun birinchi. Ikkinchi val yakunal irsalu amman. Ikkinchi hikmati nima? Irsal, payg'ambar avatish umumiy bo'lsin. Ya'ni payg'ambar avatish eskiga, obdonga, yaxshiga, yomonga, mu'minga, kofir hammasiga. Anladın? Palağını avati, palağını avatmaydi. Allah Teala'nın adaleti emdi bu. Allah Teala'nın adaleti yani. Bütün insaniyetki peygamber avatish. Am. Şunda bo'lsin uchun. Üçüncüsü için veli yusaber Resul. Peygamber savab berilishi uchun. Şu avatgan peygamber ecirga erishishi uchun. Ve şunu da şu peygamberin varisi bo'lgan da'vatchilar ham ecirga erishishi uchun. Çünkü yeni bir şey bildiğin inçki bir mesele var ki davet bir adamga nasihat qilsa qarqimizmi, foydasi yetsinmi, yetmasimi nasihat qilaverish bizning majburiyatimiz. Biz va ma alayna illa al-balagh. Bizga bir yetkazib qo'yish. To'g'ri yo'lga boshlash yoki boshlamaslik Allohning ishi. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Alloh yahdi man yasha. Lekin yaxshilikqa buyurish, yomonlikni to'sash kimning ishi? Payg'ambarlarning va shu payg'ambarlarning ummatining ishi. Va bu shu payg'ambarlarning ummatining eng yaxshi ummat, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkar degan eng yaxshi ummat bo'lishga sababchi bo'lgan birdan bir sifati. Bo'lganlik uchun bularniki to'g'ri yo'lga bosh kiymasligimiz ishimiz yo'q. Lekin bizga tushganlar nima qilish? Ularga yetkazish. Ularga nasihat qilish, da'vat qilish faqat. Lekin to'g'ri yo'lga kirish Allohning ishi. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.